Assalomu alaykum hammaga. Ismim Shahriyor, familiyam Otaboyev, Toshkent shaharda yashayman. Shu o'tgan yilgi X Factorga o'zi qatnashmoqchi edim. Qatnashmaganman. Zritel bo'lib kuzatganman. Jurilarimiz nimadan davolen, nimadan nedavolen, o'sha narsalarni hammasini solishtirib, Xudo xolasa bu yil kuch yig'ib keldim. Assalomu alaykum hammaga. To'y bola? Va alaykum assalom, Shahriyor. Nima qilyapsiz bu yerda? Shahriyor menejeri. Yo'q, sizni ko'rmagan ekan. Shahriyor akam xabarlari yo'q. Bugun ular meni uyda deb o'ylayaptilar. Hozir ham pavilyonda bekinib yurib, burchak-burchaklarda bannerlarning orqasida tepaga chiqsalar pastga tushib ketyapman, pastga tushsalar tepaga chiqib ketyapman. Ramallaymiz. Shahriyor aka, hozir hayratda qolasiz. Akajonim. Bitta taklifim bor. Ovoz berish jarayonida Shahriyorni chiqarib tashlaymiz. Men to'laligicha qo'shilaman. Shahriyor bugun to'laligicha oddiy qo'shilaman. tomoshabin bo'lib sizni kuzatadi. Ovozni biz beramiz. Hakam biz 3 tamiz. Shunda umid qilamanki 100% haqqoniy bo'ladi. Nima eshitamiz? Suhrob Kenjayev, kechikdim. Zo'r qo'shiq. Juda ham og'ir tanlov lekin. Akajonim. Ko'zim bir tushdi-yu senga unutmoqqa kechikdim. Shu lahzadan noz aqlimga yo'l tutmoqqa kechikdim. Ostonamga bordim bebosh, orzularga ergashib. Ayblama bundan boshqa, yo'l to'smoqqa kechikdim. Netayam rab keyin yuzni ko'rsam mendan bas. Admin ahvolini qarang, hamma admin shuni. Nahot ko'nglim suygan yorga dil uchmoqqa kechikdim. Nelar hayot sevgi bilan, muhabbatsiz hayot yo'q. Hey, demak asli men bu dunyodan yashamoqqa kechikdim. Wow, bir sayyoraga bizni olib ketdingiz-a? Akangiz mana bunaqa o'tirdi bir. Jonim ukaman, meni sharmanda qilish. Voy, sen menga aytmadingmi? Voy, pisayib yurgan ekansan-ku. Bunaqa ham ovoz bo'ladimi? Voy, men bilmagan ekanman deb. Siz qo'shiq kuylayapsiz, Shahriyor o'zi bilan o'zi gaplashib o'tiribman. Men shunday odamni gumon qilib qo'yman-ku, administrator qilib. Bunga sizga pul chiqsa bu orqasidan shuncha pul ishlasam bo'ladi. Shahriyor, keling siz fikringizni birinchi eshitaylik. Men akajonim birinchi kelganingda lekin endi jahlim chiqdi deb aytmayman. Lekin ozgina dovdirab qoldim. Hozir til ojiz, men o'zimga kela olmayapman. Shuncha chiroyli ovozing bor ekan, seni ukam yonimda shunaqa iste'dodli bola yurganini bilmagan ekanman. Oldinda oqqan suvni qadri yo'q. Menga juda ham yoqdi chiqishing. Mayli, endi men ovoz bermasam ham senga ishonaman. Tembringiz juda ham chiroyli ekan. Shunaqangi muloyim etdingiz. Agar administratorlikdan ketsangiz, lekin bilmayman nima bo'ladi, ishlar kimga qoladi? Shahriyor akani. Shahriyor sizga administratorlik qiladi. Aytmoqchimanki, shu sohada davom etishingizni men juda ham xohlagan bo'lardim. Katta rahmat. Men ha deyman. Rahmat katta. Men ham sizga ha deyman. Rahmat kattakon. Bunga qimmatli qiladi deb meni hayim. Shahriyor 3 ta ha X Factorga xush kelibsiz. Rahmat katta. Bu o'tgan bo'lsa ishlarni hozir kim qiladi endi? O'zingiz qilasiz, Shahriyor, o'zingiz. Men uchun eng qiziqarli bo'lgan bir
voqea X Factor sahnasiga mani administratsiyarim ishtirokchi sifatida chiqqanida men uchun bu bir qanaqa shok bo'lib qoldi. Juda kutilmagan bir hodisa. Qiziq. Xullas, 3-mavsumda bilmaysan. 1 daqiqadan keyin nima bo'lishligini.